Ulug'bek Oltintepa mahallida shunaqa uch sotuvga tushgan ajoyib hovlimizni obzoriga keldik. Kiraverishda bitta mashina, katta mashinaga joyligi bor. Kichkina bo'lsa ikkita ham ketadi. Podvolga xod, ichkarida ham bor. Endi ichlarini bir sizlar bilan ko'rib chiqaylik. Shunaqa remont qilishgan akalarimizni. Mana bu xol qismi. Sun'iy daraxtlargacha qo'yib qo'yganlar. Hamma svetlar yo'q. Mana bu sensorning zinili, svetlar yonadi o'zi. Kerakli bo'lgan mehmonlarimiz baribir birinchi hurmat qilgan holda. Zal qismi mehmonxona. Kattagina mehmonxona, shunaqa o'zining ajoyib lyustralari bilan. Bu xonadonimiz 4 urovli xonadon. Kiraverar ekanmiz, mana shunaqa mebelli stroylar tayyor qilib qo'yganlar, bo'yanib ketish uchun ham mana ayollarimiz uchun. Hamda ayollar yaxshi ko'rgan oshxona. Hamma mebel texnikalari tayyor. Hoffman brendga tegishli. Oshxona qismidan chiqarganmiz bizni umumiy sanuzel mehmonlarimiz uchun. Hamda ota-onalar yotoqxonasi. Bu yotoqxonani o'zini sanuzeli bor. Va orqaga hol tashab ketganlar havo aylanish uchun. Remontlarni zo'r qilishgan. Pulni вообще ayashmagan. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'rib chiqamiz. Yonishni qarang. Voy. Gap yo'q. Kundan kunga, yildan yilga rivojlanish bo'lyapti. Shunaqa uylarimizni did bilan qilishyapti. Ustalarimiz ham lyustrani qarang. Вообще chiroyli qilib qo'yishgan bor. Chiqaverar ekanmiz, o'ng qo'lda yana bitta bizni spalni kutib oladi. Ichida o'zini sanuzel bilan. Bu kattagina hovlimiz. O'zining kichkina balkoni bor. Hovliga qaragan. Hamda ikkita yotoqxona. Har bir xonada sanuzel tashab ketganlar. Bu bitta xonamiz yana. Uni detskiy qilib bersa ham bo'ladi. Hamda ichini o'zini sanuzeli bilan. Vash yorishgan bor. Bu endi уже uchinchi yotoqxona. Bu master bedroom degan bo'ladi, chunki o'zini garderob hamda sanuzel ham bor. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun sanuzellarni ko'rsatib o'tmasligiga qarang. Endi sizlar bilan terrasa qismiga yo'l olamiz. Terrasani ham boplab qo'yishgan akalarimiz. Ko'rib baho beringlar. Chiqaverar ekanmiz terrasaga. Ajoyib qo'yishgan. Terrasani qaranglar. Bu yoqqa letniy kuxnyaga joy tashab ketganlar. Terrasada yaxshi deb baribir kuxnya bo'lgani. Pastda ovora bo'lib tushib chiqib yuravermaysizlar. Shu yerda o'zida o'tirib, beseda qilib o'tirishligi zo'r joy. Endi sizlar bilan podvol qismiga yo'l olamiz. Podvolda shunaqa zo'r atmosfera kutib oladi. Kuzatinglar oxirgacha. Oxirida narxini aytaman. Endi podvol qismiga tushamiz. Hozir bizni shunaqa atmosfera kutib oladi. O'zidan qaranglar. Hammamizga eng kamida shunaqa uylar nasib qilsin. Hozir birinchisiga kino zalimizni ko'rsatib o'tay. Mana. Kino teatriga, bolalar o'yingohi yoki diniga qarab, o'zingizlar moslab joylarni joylab olasizlar. Endi sizlar bilan eng zo'r joyga kelyapmiz. Mana qarang. O'zini basseyn, saunalarga ega, kotelniymi bu yoqda joylashgan. Eng sifatli narsalarni ishlatirganlar. Okamlar. Gap yo'q. Quruvchilarimiz dediga gap yo'q. Qaytarib o'taman. Mirzo Ulug'bek tumani
Nikitinada joylashgan 3 sotuv, 4 ta urovень, 320 kvadrat metrdan iborat bo'lgan xonadonimiz 700 ming AQSh dollari so'ralyapti. Kimga bu uyimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Barga qilishda o'zimiz yordam beramiz. Eng yaxshi takliflar faqat Makon Realty komandasida bo'ladi. Shunaqa yaxshi variantni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.